Bir tanishim eri bilan ajrashganidan keyin boshqa erga tegdi. Keyin so'rasak 3 oy iddasi tugamagan ekan. Keyin bildi idda o'tirish kerakligini. U endi qaytadan idda o'tirish kerakmi yoki qancha qolgan bo'lsa shuni o'tirish kerakmi? Idda tugagach qaytib shu erga tegsa bo'ladimi yoki yo'qmi? O'rtada farzandlari yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina Rasululloh. Bu ko'p tushadigan savollardan biri. O'tgan safar ham bu savol tushgandi. 3 oy deganni endi 3 oy muddat qo'yilyapti. Agar u sog'lom va masalan o'rta yoshdagi ayol bo'ladigan bo'lsa, 3 marta uzrli bo'lish bilan o'lchanadi bu. Mayli, o'shani ham hisobini olib aytayotgandir o'shani 3 oy deb. Agar haqiqatda 3 marta bo'lmagan bo'lsa, masalan 2 martadan keyin tekkan bo'lsa, u nikoh bo'lmaydi, iddaning ichida bo'lgan bo'lib qoladi. Shuning uchun yangitdan boshlamaydi. 3-chisini ham o'tirish kerak bo'ladi. 3-chisini vaqti o'tgan bo'lsa, boshqatdan o'sha hozirgi odamiga boshqatdan nikohlanmasa bo'ladi. O'tgan bo'lsa. Va undan tashqari bitta yana bir tushunchani aytib o'tmoqchiman. Idda o'tirish deganda ayollarimiz qasddan idda o'tirsa, keyin idda bo'ladi. Bo'lmasam idda o'tirmasdan yurib ishlab chiqib kelgan bo'lsa, misol idda bo'lmaydi, boshqatdan 3 oy o'tirish kerak ekan degan tushunchadalar. Tushunchada bo'ladiganlar ham ko'p. Shuning uchun aytamizki, to'g'ri idda bo'lgan vaqtda o'tirish kerak uyda, chiqmasdan o'tirish kerak, lekin bir ayol o'tirmadi, shu shartlarni bajarmadi-da, tashqariga chiqib idda o'tirishni misol haligi bir joyda o'tirib idda kutib o'tirmadi-da, ishiga bordi, boshqa bo'ldi. Keyin o'sha vaqt o'tib ketdi. U atayin o'tirmasa ham vaqt o'tganning hisobiga idda chiqib ketaveradi. Mana shu narsani yaxshi bilish kerak-da. Masalan, men deydi, falon vaqt shu turmushim buzilgan vaqtda bu narsani bilmas ekanman, o'tirmaganman, boshqatdan o'tirib qo'yaman deydi. Yo'q, turmush buzilgandan keyin o'sha vaqt o'tdimi, chiqib ketgan hisoblanadi iddadan. Mana shu narsani ham bilib qo'ysa maqsadga muvofiq bo'ladi. Vallohu a'lam.